بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله البر الرحيم الرحمن ذي الجلال والإكرام وصل على محمد أرسل من الله تعالى رسولا مبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetlik Müslüman kırındaşlarımız ve barlık dini mesuliyetini üstüge algan ölüma ustazlarımız ve barlık Şarkı Türkistan Müslüman ümmetinin dünya ve ahiretlik gamlerini ve barlık ularının dünya ve ahiret ruhi maneviyeti ve maddi tarafını ussuzluğunu doğru boğan fikri ve doğru boğan sapa ve dünya ve ahiretlik doğru hidayet körsetmeler bilen kandırışını doğru yetekleşini maksat kılgan barlık kırındaşlarımız hemimizge Allah Subhanahu ve Taala'nın selamı olsun. Allah Subhanahu ve Taala bizge xuddi hayatlıkımızını öz nimeti, rahmeti bilen tapşırgandek tabi halatda Şarkı Türkistan Müslümanlarının ussuzluğunu, ularının barlık arzu ve tileklerini ve barlık dünya ve ahiretlik gaye nişanlarını biz muşu Şarkı Türkistan zimininden, Şarkı Türkistan Müslümanlarından, Şarkı Türkistan cemiyetinden, Şarkı Türkistan Müslümanlarının bir hizmet kılgıçısı, hakiki azaları dap karaydıgan barlık Müslümanlarga Allah Subhanahu ve Taala Şarkı Türkistan'ın ruhi ve maddi boğan ussuzluğunu kandırdıgan gamni Allah Subhanahu ve Taala bizning üstümüzge koygan, mesuliyetini bizning üstümüzge koygan. Şunun için biz muşu mesuliyetimizni ada kıldık mı, yaki kılmadık mı? Allah Taala'nın ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bunun karta körsetmeleri nime diyenlikten ibaret boğan muşu yolurukni her birisimizdinki bilişimiz ve doğru tefekkür kılıp emdilikte biz uygun işimiz, bizdinki mesuliyetimizni üstüge erişimiz hemimizge lazım. Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah Bismillah Kema erselna fikum rasulan minkum yatlu aleykum ayatina ve yuzekkikum ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun fadkuruni azkurkum veşkuruli ve la tekfurun deydi. Biz sizlarning işinlarda, sizlarning işinlardan boğan bir peygamberni peygamber kılıp evettik. Yani siri kuyunadigan, sirinin gımını, silahının gımını, üzemnin gımı dep biladigan, silahının ruhi ve maddi boğan barlık ussuzluqlarını Allah Taala'nın hidayeti bilen kandırdıgan ve toğul başlaydıgan hakiki silahı karta yetekçi boğan elçi peygamberini men onun her bir kısmında özem yani Allah Taala onunla yetekçilik kılıp onu yetekleydigan şu Resul, şu elçidin yoluruk alsanlar barlık ussuzluğunla kanıdigan ve barlık arzuyunla royapka emniyetke çıkıdigan şundak bir peygamberini men peygamber kıldım. O peygamberinin Kur'an'ı, hizmeti kandak kılış sizlerge bizning müjdik ayetlerimiz Kur'an-ı Kerim'nin delil müjderini okup birdi, tilavet kılıp birdi. Yani İslam hakikatlerini barlık emniyeti hayatı arkalık, davetleri arkalık açıp birdi. Bizdek peygamber ilmini işigi suluvamaydı. Bizdek hakikatini yuşuruvamaydı. Bizdek olturuvamaydı. Belki açıp birdi. Öz ümmetinin, halkının, öz ergeçlerinin ki ussuzluğunu kandırış için hak adaletini cekallaydı deydi. Şu Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah Atamurun nase bil birri ve tensavun enfusakum ve entum tatlunel kitab efela taqilun deydi.
sizlar kishilarni yaxshilikqa buyuramsizlar, o'zinglarni unutib qolamsizlar. deb Allah subhanahu va taala yaxshilikni qilsa bo'latdi. Mundaq yaxshiliklarni ijro qilsa bo'latdi. Xalqimiz, bizning agashishlarimiz munda ishni qilsa bo'latdi deb qo'yib, o'zi uningga boshlamchi bo'lib qilg'ili unmaydigan kishilarni, Yahudilarning yetakchilarini Allah subhanahu va taala mana bu oyatda sizlar xaloyiqni yaxshilikqa buyuramsizlar, o'zinglarni unutib qolamsizlar deb Allah subhanahu va taala alohida ayblagan. Demak, oxirisda yana nima degan? Sizlar aqlinglarni ishlatmamsizlar, o'ylanmamsizlar, fikr qilmamsizlar. Sizlarning xalqinglar, sizlarning ummatinglar, sizlarning agashishlaringlar nimaga ehtiyojli ekanligini sizlar, nima bilan ularning ustunligini qondirish ekanligini sizlar mana shundoq sizlarga tushirgan omonatni amaliy hayotinglar bilan ularga yetkazsanglar, ondan sizlar haqiqiy aqlliq oqillarni ishqon bo'lsizlar. Ana shu vaqt sizlar haqni yushirmay, haqni jakarlagan bo'lsizlar deb Allah subhanahu va taala mana shu oyatda haqiqatni yetkazishning amaliy xizmatlaridan birisi o'zi so'zlash va amaliyati orqali shu so'zlagan haqiqatni insoniyat orasida ko'rsatish, mana bu haqni dunyoga jakarlash ekanligini Allah subhanahu va taala bizga alohida ogohlantirdi qarindoshlarimiz. Yine Allah subhanahu wa taala deyki, ularga Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ni ta'lim berdi. Yani Kur'an-ı Kerim'nin haqiqatlarini sözlep, ügütüp, ularga bildirip, tushundirib, ornishib, ularning hayotini o'zgartirdi. Demek ustozlarimiz, barliq qarindoshlarimiz, biz Uyg'ur musulmonlarninki amaliy hayotini qandiraligidek Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriften ularga her qandaq bir ular ihtiyaç bo'lgan siyasi jihatdagi, ma'naviy jihatdagi, axloq jihatdagi, safa tushun jihatdagi, harakat va xizmat jihatdagi, strategik plan jihatdagi ve her bir ruhiy ma'naviyatdan imoniy ruhga ega bo'lolmaslik ve o'zining barliq xizmatlari, harakatlaridan ve ibodatlaridan haqiqiy suyunilmaslikdan iborat bo'lgan har qandaq umidsizlikdan bularni chiqarib, bularga ruhiy ma'naviyat bag'ishlaydi. Bularga haqiqatni Allohning o'rgatganini o'rgatish orqali shaytonning bularning vahmisligi, xiyolidagi barliq ta'lim, barliq tushunchaları, barliq yomon plan shuqasini, siyosatlarini, iddia fikrlarini bularning kallasidan yuydi. Bularning yani iddisini Allohning kitobi, payg'ambarning so'zi orqali islom nuri bilan ochdi. Hem şundaqla Allah subhanahu wa taala deyki, hikmet yani Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın hayatındaki İslam dinini üstün qilish, küfrünü ve onun rezilliklerini eçiş ve onun yalgan her türlük siyaset, plan, şukasiri, iddialarını mümin Müslümanlara, dünya insanlara etiş arqılık müminlerini ruhi kulluk, manevi kulluk, ruhi ve manevi jihatdagi tushkunlashish, ussizlikqa to'g'ri bo'lgan fikri va to'g'ri iymon haqiqatlari bilan ularni qandirish orqali ularni Qur'on hadisning amaliy hikmati bilan ularga qarta amaliy ifoda, amaliy yo'lruq, amaliy bo'lgan ulgu bo'ladi. Ham shundaqla o'zining hayoti, o'ziningki barliq sunnatlari orqali Peygamber aleyhissalatu vesselam mushu Müslüman ümmetiga qanday qilgan vaqtida küfrü zulmetlerini yo'qitib, iymon nurini nur chechib, islom aqidasi, islom jamiyati, islom dunyosi, islom davlati va shundaqla erkinlikni musulmonlar diyorida, zaminida qanday qilganda amniyat orqali barpo qilib bo'lganligini, haq maydonlaridagi barliq jafo mushaqqat, kurash va sabrlarga qarta qanday qilganda chin turish va qanday qilganda aziyatga bardosh qilib bo'lganligini va siyosiy jihatdan qanday qilganda boshqa kufrga, dinsizlikqa, har turli islomga qarshi guruhlar, xristian yahudlarga qublab qolmay Allah'ның payg'ambarining yo'li bo'yicha erkin, adil haqqoniyatni jamiyatda barpo qilib bo'lganligini Allah subhanahu va taala mana shu orqali payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga, payg'ambar alayhisolatu vasallam orqali ummatga o'rgatganligini bizga bayon qildi. Demak, musulmon qarindoshlarimiz
Allah subhanahu wa ta'ala mana shu oyatda bizga Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allah subhanahu wa ta'alaninki oyatlarini o'qib berish orqali bizni poklagan, bizni ham dunyo va oxiratning baxt soatiga erishgan. Ular bundan burun ochiq azg'unlik ishida bo'lgan bo'lsa-mu, mush Alloh avatgan payg'ambar va u tushirgan hidoyat Qur'on nur bilan dunyo oxiratning baxt soatiga erishgan qarindoshlarimiz. Hozir nurg'unlagan Uyg'ur musulmonlari Sharq Turkistonning ishida bo'lsin, Sharq Turkistonning sirtida bo'lsin, har turli bism va har turli izqlarning yomonligi tufaylidan o'zining haqiqat yo'lini topolmasmizmi-ki, baxtga erisholmasmizmi-ki, bizning yo'limiz, bizning baxtimiz, bizningki ussizligimizni qondiradigan yo'l zodi nada deb har xil savol vahmilar ularning kalliga kelayotmoqda. Mana shu ularning kallasiga kelgan bu savolni mayli har qanday bir sohat bo'lsin, ularga Alloh subhanahu va taolo mush oyat orqali alohida o'tdiki, ular Allohning va uning payg'ambarining va u tushirgan kitob va hikmat, hidoyat sunnatlarining yo'liga o'zining hayotini tatbiqlab, shunga itoat qilsa, burun ezib ketgan bo'lsa-mu, baxtga erishidi. deb Alloh subhanahu va taolo bizga alohida ma'nodan strategik yo'limizni bizga ko'rsatib berdi. Lekin mush strategik yo'lda yo'l o'ynaydigan kishining kim ekanligini alohida bayon qildi desa, payg'ambar ekanligini. Endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dunyodan ketdi. Uning izbosarlari kim desa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning izbosarlari mush payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'yib ketgan dinni ustiga omonat qilib ustiga olgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning izbosar bo'lgan ulamolari mana shundaqla payg'ambar alayhisalom bizga qo'yib ketgan dinni ustiga olgan, shu din bilan ma'g'an ziyolilar, da'vatchilar, taliblar, mujohidlar, yana shundaqla payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ummati qarindoshlarimiz. Bu din mening mas'uliyatim, din Allohdan kelgan menga omonat deb bilgan barliq ayol, barliq qarindoshlar, hammasi barliq Uyg'ur musulmonlari, barliq dunyo musulmonlari hammasi mushu din mas'uliyatini ustiga elish tarafidan so'roq qilinadi qarindoshlarimiz. Shuning uchun har birsimiz Alloh subhanahu va taolaning mushu bizga tushirgan diniy omonatidan mana hozirgidek eng qattiq chekib qolgan vaqtimizda biz Sharq Turkiston musulmonlarining ruhiyatini, ma'naviyatini, amaliy hayotini islom nuri bilan qondira oldikmi? Ularning ussizligiga biz malham beraldikmi? Berolmadikmi? Buni o'zimizdan so'rashimiz kerak. Shu Alloh subhanahu va taolo deydiki, astag'firullah, ey iymon aytgan kishilar, sizlar islom diniga umuman kiringlar. Sizlar shaytonning qadamlariga ergashmanglar. Haqiqatan shayton sizlar uchun ochiq oshkor dushman dedi. Demak, biz dunyo va oxiratning baxtsatiga erishamiz. Dunyo oxiratning baxtsatiga haqiqiy loyiq bo'lsak, Alloh uning payg'ambari, islomiy rahbarlar boshlagan haqiqatga biz musulmon ummati, Uyg'ur musulmonlari ergashib Aşula baskan to'g'rilga mang'an vaqtimizda shayton kofirlarning, dinsiz kommunistlarning har turli plan suiqastlariga biz ergashmagan vaqtimizda andin Alloh taolaning hidoyatiga erishimiz. Bular islom dinining hamma tarafida umumizlik aqida, axloq, ibodat, siyosat, jamiyat, ijtimoiyat, davlat, hokimiyat har bir xizmat va jihad Qur'onga uygun bo'lgan har qandaq bir Allah bizden talab qilgan barliq qobiliyatimiz, fan taraqqiyot, qalimimiz va barliq qobiliyatimiz bilan mushu Allohning diniga, Allah bizni qutuldirishga talab qilgan to'g'ri yo'lga va musulmon ummatining dunyo va oxirat ussizligini qondirishga, bulutmi Sharq Turkiston musulmonlaridek hozirgi har tarafdan ijir qolib qolgan, mushundaq jafoda qolgan mushu ussizliklarni qondiradigan o'zimizdagi kuch-quvvatimizni bularga sarf qila olgan vaqtimizda ondan haqiqiy musulmon bo'lamiz qarindoshlarimiz. Ammo o'zimiz bir yoqqa o'tib olib, bir bulunga berib olib, boshqalardan doim ayib, boshqalardan nuqson surishti qilib, har birsimiz islomga umumiy hamma tarafdan kirgilunmay, hamma tarafdan bo'ysunib o'rnamasak, bu g'alaba qo'limizga kelish emas, balki hozirgi mana bu chekilanga bo'lsa-mu, o'zimizning haq maydonini talab qilamiz deb turayotgan holini saqlab qola olmaymiz qarindoshlarimiz.
Shuning uchun har birimiz dunyo va oxiratning baxt soatiga erishimiz deydiganmiz, o'zaro birsi-birsimizga hamdamda bo'lishimiz, mas'uliyatimizni tunishimiz lozim. Nima ishqa desa, eng hozirgi mush xalqlik paytda dinsizlar bizga hamma tarafdan hujum qilyotdi. Qarindoshlarimiz, har qanday bir ishningki xalqlik bir payti bo'ladi. Har qanday bir ishningki bir muhim, jiddiy bir vaziyati bo'ldi. Siz yoki men ya har qanday bir qarindishimizning ayoli yoki o'g'li, yo qizi, yo bolavaqisi jiddiy yurak kasal, jiddiy bir saqaytmasi bo'lmaydigan, darhol davolamasi bo'lmaydigan bir kasal, bir xafalıqqa, bir qiyinchilikqa mubtalo bo'lib qolgan shundaq paytda jiddiy qutqizishga, apirishga har birimiz tirishimiz, har qanday bir qarindishimiz bo'lapmi shu kasal ang yuqori palla yassa, o'zliba tirishchanlik barliq tiqib qo'ygan, iyadi biyadi qolib qo'ygan pullari bo'lsin, yaqinliqda bo'lgan hamkorlashni talab qildigan barliq ularda bir yaxshiliklari bo'lsin yoki har qanday bir qobiliyati, iqtidori bo'lsin, uning hammani chiqarib, hatto torlarga, iyadiyalarga o'zi to'g'riliq, o'zining oilasi to'g'riliq g'am andishlarini oshkorlab, burun o qilib turayotgan nusini qo'yib turib, o'zini, oilasini, bolavaqisini qutqizishga har qanday birimiz tirishimiz qilishimiz. Bu har qanday bir insonda bo'ladigan hayot, insonda bo'ladigan bir oddiy talab. Ashundaq bular bo'lsa, tuvandagi mazmunlarga diqqat qildi. Sharq Turkiston Uyg'ur musulmonlari hozir shuningdan ortiq bo'lgan ruhiy jihatda, imoniy jihatda, axloq jihatda, safa tushanchi madaniyat jihatda, diniy hidoyat jihatda hamma tarafdan ular iskanjiga ilinib ussiz qoldirilmoqda. Ular iskanjiga ilinib, bularningki barliq arzu armonlari yo'qqa chiqarilmoqda qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz mana shundaq paytda bizningki mas'uliyatimiz zodi qandoq, bular qanday xabarlarga yo'l qo'yadi desa, birinchi qilib sizlar buni doim anglab turganliginglar, doim anglagan bo'lsanglarmi, har qanday bir anglagan so'z, anglagan axborot, anglagan har qanday bir muhim ishdan muhimi yanala biz Sharqi Turkiston musulmonlarining hozirgi vaziyatda turayotgan eng ichinishliq ahvoli. Buni har birimiz qayta ne chiqdim anglagan bo'lsakmi bizga oz kelmaydi. Chunki biz hozir qadar jonliq o'g'nanmadik. Hozir qadar amaliy tirishchanlik qilishga har birimiz doim ojizlik qilyapmiz qarindoshlarimiz. O'zimizdan so'rab boqaylik, oilamizdan so'rab boqaylik, jamiyatimizdan so'rab boqaylik. Biz o'zimiz turayotgan har bir xizmat medialarida Alloh rozi bo'lgudek Sharq Turkiston musulmonlarining ruhiy va moddiy barliq ustunliqni qondirishga tirishchanlik qila oldikmi desa, hammamiz qilyapmiz deymiz, lekin haqiqiy Alloh oldida va Sharq Turkiston musulmonlarininki hozirgi xo'rliq oldida javob qaytaralik amaliy tirishchanligimiz nihoyat oz kishilardan birak nurg'un kishilarimizningki ojiz, hattoki nima qarim deb Allohning oldiga berib bo'g'icha mas'uliyatini ado qilmay turib olganlarmi? Yo'q. Degini bo'lmaydi, balki ado qilish uyoq tursin, kim haq, kim hidoyat, kim to'g'ri yo'lda mang'ayotganlar bo'lsa, shuningga putlika shang buradigan, o'ltirib besh qiz gapni yoki yomon so'zni chiqib qo'yib, ularning xizmatlariga, da'vat harakatlariga, ularning to'g'ri bo'lgan haq taraflariga putlika shang bo'lib, ularga tuhmat yoki g'aybat shikoyat qiladigan bunday kasal ko'psi bo'lib qolgan qarindoshlarimizmi? Yo'q degil olmaydi. Shuning uchun qarindoshlarimiz, tuanda biz bilish tegishli masalalardan birisi, birinchi qilib dinsiz kommunistlar bizningki Sharq Turkiston zaminida eng ashaddiy qilayotgan yo'qtishi nima desa, bizning Sharq Turkiston musulmonlarimizning qadimdan tortib Alloh taologa ishonib kelgan to'g'ri aqidasi bo'lgan islom aqidasiga aralashib, bularni dinsiz kommunizm iddiasi orqali Xitoy iddisi bilan tarbiyalab chiqish qarindoshlarimiz. Şuna hammadan bak çoğ zulümning Qur'oni Karimda olgan zulüm shirk. Şuna Payg'ambar alayhisolamning sahobalari Payg'ambar alayhisolamning sahobalariga Alloh subhanahu va taolo iymoniga bir narsa aralashtirmagan degan mushu oyat tushgan vaqtida ular qattiq o'zini ansirab ketgan vaqtida Payg'ambar alayhisolam buni shirk degan.
dinsiz kommunistlar birinchi qilib bizni to'g'ri bo'lgan islom iddisidan yiroq qilishga tirishadi. İkinci qilib bular bizning masjirimizda bizning Uyg'ur musulmonlarimizga islom iddisini to'g'ri bo'lgan Qur'on hidoyatini yetkazadigan shu masjid islom manbaimizda Qur'on hadis va uning talablarini to'g'risida o'qish, tushuntirish, bildirish yo'llariga to'sqinlik qilyapti. O'zi tuzib chiqqan kommunizm iddisi xarakterlangan materiallarni masjidlarga singdirish orqali masjidimizni dinsizlik yo'liga xizmat qilishga majburlayapti qarindoshlarimiz. U xizmatlari, bu suiqastlari, bu zulmlarining ish yana bundan natijasi bunday bo'lishiga tang masjidimizda qiz o'g'illarimizni, oz singillarimizni, urug' tuqqanlarimizni akirib masjidlarda usul qilyapti qarindoshlarimiz. Demak, mana shundoq bizningki Alloh taologa bo'lgan aloqamiz, Payg'ambar alayhisolamga bo'lgan aloqamiz, Qur'on hadisga bo'lgan aloqamiz, islom diniga bo'lgan aloqamizdan iborat, islom madaniyatiga bo'lgan aloqamizdan iborat. Sharq Turkistonning uzundan biri kelib chiqqan Uyg'ur musulmonlarining o'ziga xos islom madaniyatiga bo'lgan aloqasini bular yo'qotib, bularni o'zining asli manbasi bo'lgan to'g'ri haqiqatlarga qarata gumonlanadigan o'zining hozirgi Xitoy kommunistlarininki zo'ravonligi, ularning ozdirishi, ularningki izitqilarining keyindan mansimi bo'ladi degandek mana shunday gangraydigan yo'lga bularni akilish uchun bular hech kunduz tirishadi qarindoshlarimiz. Demak, mana bu kommunizmning bizni qarta eng qattiq qilgan, bizning ruhiy ozuqimizni yo'qotish uchun tirishgan, fikriy ozuqimizni, diniy ozuqimizni va bizningki to'g'ri bo'lgan haqiqat maydonimizni yo'qotish uchun qilgan eng qattiq zulmlar qarindoshimiz. Ikkinchi qilib bular bizning yurtimizda masjidimizni chaqish, uni o'rniga har turli o'ynaydigan zina fohisha, gunoh ma'siyat, shish so'qistirgan har turli shahvoniy organlarni etishi, shundaqla haroq, sharob, zaharli chiqimlik, nasha, tamokdan iborat har turli insonlarning iddisini, fikrini chirtadigan, axloqini chirtadigan har turli narsalarni Uyg'ur musulmonlarininki halol marketdan iborat halol baynasirdigan do'konlarga majburlash, hatto oshxonalarga majburlash, hatto tamoq yemekliklarga qarta har turli harom yoki halol degan narsani yozmasdan iborat bo'lgan har turli zo'ravonliklarni qilyapti qarindoshimiz. Ham shundaqla bizning yurtimizda islomiy dinga vakillik qiladigan mayli yer ostida bo'lsa-mu haqiqat maydonlarini, islom nurini kishilar qarta maxfiy yutadigan nurg'un ustozlarimizni va hattoki Qur'on hadisninki hidoyat nurini tarjima qilib dunyo insonlarga ko'rsatgan, Sharq Turkiston musulmonlariga ko'rsatgan, Sharq Turkiston musulmonlarini iddia, fikri, axloq, din, hidoyat jihatda to'g'ri yetaklagan Muhammad Solih Damullamdek ustozlarimizni nurg'un dinga va islom yetaklaydigan, nurg'un erkinlik va to'g'ri fikr yetaklaydigan ziyoli yetakchilarimizni bular so'lidi, o'ltirdi, necha muddatsizlik kesim qilish orqali kaskan turmalarda bularga o'qu silish yoki urush, ohanat qilish, xorlash, xo'rlash orqali nurg'un ustoz, nurg'un rahbar, nurg'un ziyoli, nurg'un dinin va O'zbekistonda bo'lgan o'quvchi, talib, jamiyatda haqqoniyat parvar musulmon qarindoshlarimiz, oz singillarimizni bular yo'qotadi qarindoshlarimiz. Ham nurg'unlarini yo'qotib bo'ldi. Demak, shuning hammasi bizningki haq, adolat, iymoniy, to'g'ri fikrlik, musulmon Uyg'urlarga qarta to'g'ri yo'l, to'g'ri yo'lroq, to'g'ri nur, to'g'ri haqiqat biladigan manbalarimizni uzib tashlamoqchi bo'ldi va shunga tirishchilik qildi qarindoshlarimiz. Ham shundaqla barliq yurtlarimizda bir kommunizm iddisi rahbarligidagi, bir Xitoy iddisi rahbarligidagi kommunizm hukmronligidan iborat bir partiyalik zo'ravonlik, tog'utlik, zulmlik, ham isyankorlik, ham siyosiy jihatdan bisimdorlik mustabid bo'lgan zo'ravon kommunizm partiyasini Sharq Turkistonning ham yurtlariga va kommunizm bayroqlari, iddiyalari, siyosatlarini ham yurtlarimizga tanıdık qarindoshlarimiz. Ve bütün xalqimizni kommunizm iddisiga, kommunizm zo'ravonligiga, kommunizm intizomiga, kommunizmning har turli siyosiy zo'ravonligiga ko'radigan va yangicha Xitoy kommunizm iddisiga Uyg'urlarni tarbiyalab chiqish uchun tirishchilik qildi qilishimiz. Eng muhimi bizning Sharq Turkistonda har turli axloq, madaniyat, safa,
tushuncha, din, hidoyat, ruh, ma'naviyat jihatdagi barliq ussizligimizni to'g'ri manba Qur'on hadis va shundaqla har turli ziyolilarimizninki erkin fikr bilan Qur'onga uyg'un holatda Sharq Turkiston musulmonlarini yetaklab mangadigan barliq to'g'ri fikrlari, to'g'ri manbalari, barliq Uyg'urcha material, yiziqcha material va barliq internet, tor, televizor, radio orqali Sharq Turkistonda islom hidoyatininki maydon kirishini va chet eldan Sharq Turkistonga to'g'ri fikrlarning sinib kirishini yo'qotdi, so'lidi ham barliq yaxshi islom xizmat qiladigan da'vatchi mujohidlarimizni tutdi va ularni yo'qotdi qilnashirimiz. Shuning uchun qarindoshlarimiz endi mana shundaq musulmonlar qilayotgan zulmlarning eng yomonlaridan iborat yuqorqi zulmlarni oldiga bu zulmlar qatorida Qur'onlarni ko'ydirish, kitoblarni ko'ydirish, ayol singil oshirimizninki kiyim-kechak liboslarini, ularning sharmi hayolarini, ularning axloqini buzish, ularning kiyim-kechaklarini soldirish, mana shundaqla ularni kech-kunduz o'zining kommunizm iddisi, kommunizm tarbiyasi, kommunizm zahar xandiligini ularning vujudiga singdirishdan iborat bo'lgan mana shundaq haqoratlarga bizning musulmon qarindoshlarimiz ushmoqda qarindoshimiz. Demak, Sharq Turkiston musulmonlarga kommunizmla kech-kunduz bo'lgan uzun muddatlik bizning Uyg'ur musulmonlarini qul qilish yo'lini tutmamoqda qarindoshimiz. Hattoki o'z vatanlaridan sir chiqayotgan musulmon qarindoshlar, musulmon qarindoshlarning o'z vatan ishidagi musulmon qarindoshlar bilan telefon yoki har turli tor internet aloqalari bilan birayga so'z qilib verishi yoki muomala qilib verishi yo bir haqiqatni olib qo'ydi deganlikdan iborat bo'lgan shu xafalıqlar tufaylidan shu ishlarni ular o'zi qarta siyosatimiz bizning hayotimizga bir qarshilik deb bilib şu Sharq Turkistonning sirtdagi musulmonlarni yurtga aloqa qilish yoki munosabat qilishdan cheklavdi qilishimiz. Demak, bizni mayli Sharq Turkistonning sirtida bo'lsin, mayli ishida bo'lsin, hammamizni bir turma lagerga, bir siyosat maydoni, bir siyosat jazo lagerga, bir zo'ravonlik pastlik yo'lga, bir zo'ravonlik pastlik bo'lgan harakat, bir bostirmishlikning ishiga akirib bo'ldi qilishimiz. Mana shundaq bizni ruhiy jihatda, fikriy jihatda yuqorqi bir qanchalagan barliq haqiqatlar va haq talablarimiz jihatda yuqorida biz degandek bizni ussiz, bizni tushkunlashish, bizni har turli bismlarga, har turli ojizliklarga yo'liqtirdi qilishimiz. Shuning uchun mana shundaq bo'lgan mushu paytda asas kommunizmning maqsadi nima desa, kommunizm Xitoyning maqsadi islom din va Sharq Turkiston Uyg'ur musulmonlarininki barliq nishon belgilarini, barliq orzu armonlarini, barliq tarixdan kelgan o'zining tarihi islom madaniyatini Sharq Turkiston zeminidan, dunyodan, jamiyatdan, musulmonlar hayotidan o'chirish, bularni yer shari va hattoki mushu yer sharining tarihi yer sharininki hayisini o'chirish uchun tirishchilik qilmoqdamiz. Mana shundaq ig'ir kun bizning beshimizga kelgan vaqtida zodi biz Uyg'ur musulmonlarininki barliq ustozlari, qarindoshlari, ulamolari, yetakchilari va barliq Uyg'ur musulmonlarining ixtisoslari, iqtisodlik boylari va yoshiri va barliq musulmon qarindoshlarimiz chet elning ishida bo'lsin yo sirti bo'lsin, biz beshimizning ishimizga tiqilib bu mas'uliyatni tashlab qo'yib o'tmaymiz qarashimiz. Demak, endi bizning shundaq bir paytimiz bizi keldiki, bizning ustimizda Sharq Turkiston musulmonlari qarta qalam nol al-qalam va yasturun. Qur'oni Karimda qalam va ular mush qalam orqali yozgan narsa bilan qasam deb mush qalamni alohida o'rinda olgan. Qalamimiz orqali biz Sharq Turkiston musulmonlarining ruhi, fikri, siyosiy, ijtimoiy har turli zulm va har turli atrofdan bular ussiz qolgan ma'naviy tarafini strategik, planlik, haqiqiy dunyo oxiratning baxtsizligiga erishtiradigan amaliy fikrlik bir manba bilan Qur'onga uyg'un holatda bularga yo'l ko'rsatishimiz, bularga qalamlarimizni haqiqiy to'g'ri haqni yozilgan at-tahiyyat o'ltirganda ashhadu an la ilaha illalloh deb qo'limizda bir Allohdan boshqa yo'qmish, Alloh bilan bo'yshunish uchun ko'tardim va qo'lim degan mush qo'limizda biz haqni yozilgan bo'lishimiz kerak qilishimiz. Kommunizmlarni Xitoyning biz qilgan zo'ravonliklarini har turli media, tor, internet, televizorlarda har turli xizmatlarimizda pash qiladigan, haqiqatni oshkor qiladigan,
Şarq Türkistan musulmonlariga uzuq bo'ladigan, ruh bo'ladigan, uzun muddatli fikr bo'ladigan haqiqiy to'g'ri o'lchamni yozib anglatish bizningki mas'uliyatimiz qilishimiz. Biz doim chet elliklar, har qaysi millatlar, har qaysi yurtlar o'z davlatiga ko'ra yozgan har turli materiallarni, har turli yozmalarni, har turli so'zlarni yutkab so'zlab o'zimizning ishiga bo'ladiganimi, bo'lmaydiganimi, simizinimi, o'riqinimi kirgizgandan bakaq bizning holimiz, bizningki jafoimiz, bizningki ussuzligimiz, bizning xabarimiz hech qanday bir millatningki o'xshamagan ekan. Biz cho'qim ijtihod xarakterli holatda Qur'on hadisga uyg'un o'z mas'uliyatimizni, o'zimizningki haqiqiy qobiliyatimizni, o'zimizning haqiqiy tirishchanligimizni chiqish orqali Sharq Turkiston musulmonlarining ussuzligini qandirolg'idek bir narsani, qandirolg'idek bir amaliy boyliqlarni ro'yobga chiqishimiz, amaliy strategik planlar va fikrlar va haqiqatlarni yozishimiz kerak. Her qandaq bir da'vat qilguvchi shaxslar, ustozlar, siyosiylar, rahbarlar, ulamolar, da'vatchilar va mujohidlar va barliq bizning xalqaro turayotgan qarindoshlarimizning hammasi Sharq Turkiston musulmonlarininki men yuqorqidek xafalıqlarni biz ko'rgan ekanmiz. Shu xafalıqlarda ularni ruhiy jihatda, aqida jihatda, tushuncha, axloq, madaniyat, safa, din va hidoyat jihatda ularning Sharq Turkiston musulmonlarininki haqiqiy tarixiy o'zgarmas haq adolat yo'lida mustahkam turgan sharmahayolik haqiqiy bosh agmas haqqoniyatchi bir Uyg'ur musulmon millat ekanligining islom namunasi ekanligining haqiqat maydonlarini o'zimiz va bir qamash qilgan xalqimizga ulgu bo'lgan xarakterlik fikri strategik plan qilib va ularning barliq ussuzligini qandira oladigan tashviqot va material va tarbiya va tashkilotchilik va amaliy harakat va xizmatlarimiz orqali Sharq Turkiston musulmonlariga alohida biz yo'riq berishimiz kerak qilishimiz. Sharq Turkiston musulmonlarininki shu Xitoy kommunistlari ussuz qoldirgan barliq manbalarini, barliq organlarini, barliq yo'llarini biz qondirishimiz kerak qilishimiz. Ana shunda qilgan vaqtimizda ondan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning izbasar bo'laymiz, ondan dunyo oxiratning baxtsiga erishamiz, ondan haqiqiy o'zimizning jismiga loyiq ustoz ulama, o'zimizning jismiga loyiq haqiqiy ziyoli, o'zimizningki amaliy harakatliq, haqiqiy ixtisoslik boy, o'zimizningki amaliy xizmatga orqali haqiqiy xizmat qilgan amilin, shuhada, siddiqin, haqiqiy rostchil mu'min xizmatchilar va o'zimizning amaliy ko'rishi va jihad orqali Xitoy kommunistga qarshi bu agmay haqni mustahkam turgan haqiqiy mu'min mujohidlardan bo'laymiz qilishimiz. Shuning uchun Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on-i Karimdagi astagfirullah faqatilu awliya-ash-shaytani inna kaydash-shaytani kana da'ifa. Sizlar ey mu'minlar shaytonning do'stlariga, shaytonning egilariga, shaytonningki hamrohlariga, shaytonningki bayrog'ini, g'oyasini, fikrini, harakatini qilib maqadigan kishilarga urush, kurash, tirishchanlik harakat qilib biringlar. Haqiqatan shaytonning plani, harakati, g'oyasi, nishoni, barliq kurashiri ojiz bo'ldi dedi. Qarindoshlarim, ojiz degan nima desa, zaif degan uning ma'nosi o o'zining quvvatiga qarta tik turolmaydi deydi. Sizlar dunyo insonlari barliq kishilar, ma kommunistlar, Xitoy kafirlari hozirgi ularning qo'lida bor madaniyat, siyosat, fikri, kuch-quvvat ularda bor har turlik biz Sharq Turkiston musulmonlariga tang'atgan qonun, intizom ularning kuchi bilan bizning oldimizda kuchtirib turalaydi deb bunda o'ylab qolgan har qanday qilishimiz shundoq Allah Teala'nın sizlarga qarta jigarni anlayki bu kommunistlar bu kuch bilan turayotgan kuchi bu kuchtirib turolmaydi. Faqat bu yerda bu kuch qarshi tirishchanlik qiladigan mu'minlar, bu kuch qarshi tirishchanlik qiladigan Allohning qo'shoni, bu kuch qarshi ya'ni kofirlarning oriz kuchi qarshi tirishchanlik qiladigan islom xizmatchilari ortib bo'lib haq maydonida mustahkam tursa, haqni qo'llasa, haqni jigarlasa, haq uchun barlig'ini qurbon qilsa, haqiqiy ravishda kurash, jihad, da'vat, harakat qilsa, barliq bilan haq maydonini qo'dashni mustahkam tursa, Alloh subhanahu va taolo bu kofirlarni o'zi halok qiladi deb Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatda bizga alohida uqtirdi.
Şuna Müslüman qardaşlarımız biz her vaqt muş Allah'ın yanında müstahkam turup Peygamber Aleyhisselam'ın yolunda müstahkam turaylı. Şu Allah Subhanahu Teala deyir ki: "Ve kad mekaru mekrahum ve indallahi mekrahum ve in kana mekrahum ve tazulu minhu'l cibal." Ular özlerinin suikastini qiladi. Ular özlerinin hilimikli planlarını tuzub Müslümanlarga qarşı icra qiladi. Allah Subhanahu ve Teala'nın ve salli ala Muhammedin sahbihi